Assalomu alaykum hammaga. Akalar, ukalar. Amerikani xishlik laqqa balig'idan ana tayyorlangan kapchonisini sotib olib yeymiz deb shuni yeb o'tirgandik. Bittanasiga endi balki bizdan oldin kimdir bu ma'lumotga egadir, balki yo'q. Endi shu o'rinda bir og'iz gapirib o'tyapmiz. Kallasiga bitta ahamiyat beringlar. Tumsoqni terisiga o'xshaydi. Vashshi bir gapir bor-ku. Balki tumsoqni bir qanaqadir terisi bilan bir gapir yoki undan ham yaxshiroqmi? Ko'jasiga bitta ahamiyat bering. Vashshi yirtilmaydi bor-ku. Qancha kuchansa ham. Undan ham botinka yoki biron bir mahsulot yetishtirsa bo'ladimikan? Mana shu haqda bir chuqurroq bosh qotirib ko'rish kerak ekanda. Keyin bu baliq haqida qisqacha ma'lumotda endi. Bu baliq aynan 2 yo 3 sutkalab ham quruqlikda tursa o'lmas ekanmish. 2-3 sutka quruqlikda qoldirib, 35-40 gradus issiqlikda qoldirib ham keyin suv quysa yana bemalol har doimgidek bozorgidek yashab ketadi deb aytishgandi-da, ishonmagandim. Lekin ko'jalari vashib puxta ekan. Yeb bitirib bo'lganmiz buni. Ko'rishingiz mumkin. Agarda ishonmasalaring, bitta mana shunaqa baliq sotib olib, o'zlaring sinab ko'rsalaring bo'ladi. Tishiga ham bitta ahamiyat beringlar. Qo'lni naf kesadigan tishlar mayda. Bunaqa o'tkirlik yo'q, pichoq o'tkirlaydi, shunaqaga o'xshaydi. Xishlik, haqiqiy xishlik bor. Yo'q, like bosing.